Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz ichki sekresiya bezlarining tuzilishi haqida bo'ladi. Odam tanasidagi bezlarni 3 turga bo'lib o'rganamiz: tashqi sekresiya bezlari, ichki sekresiya bezlari va aralash sekresiya bezlari. Tashqi sekresiya bezlariga ter, yog', sut, so'lak hamda oshqozon va ichak bezlari, ko'z yoshi bezlari kiradi. Ularning sekreti maxsus yo'l orqali ichki organlar bo'shlig'iga yoki tashqi muhit, ya'ni teri sirtiga chiqadi. So'lak, oshqozon va ichak shilliq qavatidagi bezlardan ishlab chiqarilgan fermentlar tarzida oziq moddalar hazm etiladi. Ichki sekresiya bezlariga esa gipofiz, epifiz, qalqonsimon, qalqon oldi, ayrisimon, buyrak usti bezlari kiradi. Ichki sekresiya bezlarining sekret chiqarish yo'li bo'lmaydi, ular ajratgan gormonlar qonga chiqariladi. Aralash bezlarga oshqozon osti, jinsiy bezlar va jigar kiradi. Oshqozon osti bezi ichki sekresiya bezi sifatida qonga gormonlar, masalan, insulin gormonini, tashqi sekresiya bezi sifatida ichak bo'shlig'iga fermentlarni ishlab chiqaradi. Jinsiy bezlar esa qonda jinsiy gormonlarni, jinsiy yo'llarga esa tashqi sekresiya sifatida tuxum va urug' hujayralari ishlab chiqaradi. Jigar ichak bo'shlig'iga o't suyuqligi, tashqi sekresiya sifatida, qonda ichki sekresiya sifatida esa gem va boshqa oqsillarni ishlab chiqaradi. Ichki sekresiya bezlari deyishimizga sabab, ularda ishlab chiqaradigan yo'llar organizmning ichki muhitiga ishlab chiqariladi. Shuning uchun ichki sekresiya bezlari deb ataladi. Ichki sekresiya so'zi endokrin sistema deb aytiladi va endon ichki, krino ajratish, chiqarish so'zlaridan olingan. Ichki sekresiya haqidagi tushuncha birinchi marta odam fiziologiyasi faniga Klod Bernard tomonidan 1855-yilda o'sha jigarning ovqat hazm qilish organlarida o't suyuqligi ishlab chiqarilishini va qonda glikogen chiqarishi orqali aniqlangan. Ichki sekresiya bezlaridan gipofiz bezi haqida suhbatlashamiz. Gipofiz organizmda barcha o'sha sekresiya bezlarining ishini tartibga soluvchi hukmron bez hisoblanadi. Uning funksiyasi markaziy nerv tizimi tomonidan, ya'ni oraliq miyada joylashgan gipotalamusda ajratiladigan neyrogormonlar orqali boshqariladi. Ya'ni oraliq miyada joylashgan neyrogormonlar orqali boshqariladi. Tuzilishi nihoyatsimon shaklda, massasi 0,5-0,6 grammga teng hisoblanadi. Joylashgan sohasi bosh miyaning turk egarchasi sohasida joylashgan. Eng asosiysi, bu gormonlar organizmda moddalar almashinuvini uyg'unlashtirishga katta ahamiyatga ega. Oldingi qismdan esa 6 xil gormon ishlab chiqariladi: somatotrop, adrenokortikotrop, tireotrop, gonadotrop, laktotrop va lyutinlovchi gormonlar. Somatotrop gormoni organizmda bolalar va o'smirlarning o'sishi, rivojlanishini, oqsil almashinuvini boshqaradi. Ko'p ishlab chiqarilsa gigantizm kasalligi, kamroq ishlab chiqarilsa, demak, nanizm, ya'ni gipofizar pakana kasalligi kelib chiqadi. Adrenokortikoid gormon bu buyrak usti bezining ishini boshqaradi, ya'ni kortikosteroid gormoni ishlab chiqarishni tartibga soladi. Tireotrop gormoni qalqonsimon bezning ishini boshqarib, undan ajralib chiqadigan tiroksin gormoni faoliyatini boshqarishda ishtirok etadi. Gonadotrop gormoni erkak va ayollarning jinsiy bezlari funksiyasini boshqaradi. O'smirlarda esa balog'atga yetish belgilari paydo bo'lishida ishtirok etadi. Laktotrop gormon ayollarda sut bezlarining funksiyasini boshqaradi. Lyutinlovchi gormon homilador ayollarda homilaning normal rivojlanishini boshqarishda ishtirok etadi. Gipofizning oraliq bo'lagidan intermitin gormoni, demak, terida pigment almashinuvini boshqarishda ishtirok etadi. Gipofizning orqa bo'lagidan oksitotsin va vazopressin gormonlari ishlab chiqariladi. Oksitotsin gormoni homilador ayollarda bachadon muskullarining qisqarish kuchaytirib, tug'ish jarayonini osonlashtiradi. Vazopressin gormoni esa organizmda suv almashinuvini boshqaradi. Ya'ni buyrakdagi egri-bugri kalavasimon kanalchalardagi birlamchi siydikning 98.9%ni qonga qayta so'rilishi, ya'ni bu jarayonga biz reabsorpsiya jarayoni deb ataymiz. Ana shu reabsorpsiya jarayonining faoliyatini boshqarishda ishtirok etadi. Agar vazopressin gormoni organizmda kam hosil bo'lsa, qandsiz diabet kasalligi kelib chiqadi. Keyingi ichki sekresiya bezi bu epifiz, bosh miyaning o'rta miya sohasida joylashgan. Uning massasi 0,2 grammga teng. Melatonin gormoni ishlab chiqaradi. Melatonin gormoni gipofizning gonadotrop funksiyasini tormozlab, bolada vaqtdan ilgari balog'atga yetish jarayonini susaytiradi. 7 yoshga kirguncha kuchayib boradi uning faoliyati. Undan keyin asta-sekin pasayib, balog'atga yetish oldidan butunlay to'xtaydi.
Qalqonsimon bez keyingi ichki sekretsiya bezi bo'yinning oldingi qismida joylashgan. Uning massasi chaqaloqlarda 1 gramm, 5-10 yoshli bolalarda 10 gramm, kattalarda 25-30 grammgacha keladi. Qalqonsimon bezdan tiroksin gormoni ishlab chiqariladi. Tiroksin gormonining 65% dan ko'prog'i yod moddasidan iborat. Bu gormon organizmda moddalar almashinuvi jarayonini yurak ichining gumoral yo'l bilan boshqarilishida ishtirok etadi. Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi natijasida turli xildagi kasalliklar kelib chiqadi. Shulardan biri gipotireoz, ya'ni qalqonsimon bez funksiyasining pasayishi kasalligi hisoblanadi. Uning belgilari odam terisining quruqlashishi, ich qotishi, hatto issiqda ham sovqotish, doimo bo'shashganlik, kunduzlari ham uyqusirash kabi belgilar bor. Tireotoksikoz keyingi kasallik qalqonsimon bez funksiyasining kuchayishi, ya'ni bu kasallikni ikkinchi Bazedov kasalligi ham deb yuritiladi. Bu kasallikda qalqonsimon bezning hajmi kattalashadi, ba'zan bo'yinning oldingi qismi bo'rtib chiqadi, bemorda ko'zning chaqchayishi, ko'p terlash, asabiylashish, uyqusizlik, ozish, yurak o'ynashi kabi holatlar sodir bo'ladi. Bundan tashqari endemik bo'qoq kasalligi, o'sha tog' aholisi o'rtasida bu kasallik ko'p uchraydi, chunki buloq suvidan ular ko'p foydalanishganligi sababli suv va tuproq tarkibida yod moddasi ularda kam bo'ladi. Shuning uchun bu joylarda yashovchi aholi o'rtasida endemik bo'qoq kasalligi ko'p uchraydi. Bu kasallikning belgilari qalqonsimon bezning hajmi kattalashib, bo'yinning oldingi qismida shish hosil bo'ladi. Ichiladigan suvga va tuzga kaliy yodid qo'shish tavsiya etiladi. Qalqon oldi bezi, bu bez 4 ta bo'lib, qalqonsimon bezning orqa yuzasiga yopishib turadi. Uning umumiy og'irligi 100-150 mg ni tashkil etadi. Bu bezdan paratgormon ishlab chiqariladi. Organizmda bu gormon kalsiy va fosfor almashinuvini tartibga solishda ishtirok etadi. Qalqon oldi bezidan ishlab chiqarilgan paratgormon organizmda kam ishlab chiqarilsa, tutqanoq, ya'ni tetaniya holatda vujudga keladi. Ya'ni soch to'kiladi, suyaklar yumshab, egiluvchan, mo'rt bo'lib qoladi, nerv muskul sistemasining qo'zg'aluvchiligi ortib ketadi. Agar bu paratgormon ko'p ishlab chiqarilsa, nerv muskul sistemasining qo'zg'aluvchanligi pasayib, tana muskullari bo'shashib qoladi, odam umumiy holsizlanadi, tez charchaydi. Keyingi ichki sekretsiya bezi bu ayrisimon bez, to'sh suyakning orqa yuzasida joylashgan. Bu bezning massasi chaqaloqlarda 12 gramm, 5 yoshda 30-40 gramm, 25 yoshda 25 gramm, 60 yoshda 15 grammni tashkil qiladi. 60 yoshdan keyin bu bezning hajmi asta-sekin kichiklashib boradi va yog'ga aylanadi. Ayrisimon bezdan timozin gormoni ishlab chiqariladi. Timozin gormoni balog'at yoshida jinsiy bezlarning faoliyatini kuchaytirib, ayrisimon bezning faoliyatini susaytiradi. Buyrak usti bezi, bu nomiga monand ikkita bo'lib, o'ng va chap buyraklarning ustki qismida joylashgan. Uning umumiy massasi, og'irligi 10-20 grammni tashkil qiladi. Po'stloq qismidan mineralokortikoid, glyukokortikoid, androgen va estrogen gormonlar ishlab chiqariladi. Ichki, ya'ni qavati, miya qavatidan esa noradrenalin va adrenalin gormonlari ishlab chiqariladi. Mineralokortikoid gormoni organizmda tuz almashinuvini, glyukokortikoid gormoni oqsil va uglevodlar almashinuvi, androgen va estrogen gormonlari erkaklar va ayollarda jinsiy bezlar faoliyatini kuchaytirishda ishtirok etadi. Buyrak usti bezning ichki miya qavatidan adrenalin va noradrenalin gormonlar ishlab chiqariladi. Ular ta'siri bir xil bo'lganligi uchun birgalikda ular katexolamin deb aytiladi. Buyrak usti bezning ichki qavati adrenalin, noradrenalin agar ishlab chiqarish kamaysa, organizmda additsion bronza kasalligi kelib chiqadi. Keyingi ichki sekretsiya bezi me'da osti bezi. Uning demak uzunligi 16-20 cm, massasi 70-80 gramm. Me'da osti bezi aralash bez. Uning demak 98-99% tashqi sekretsiyaga, 1-2% ichki sekretsiya bezida, ya'ni insulin gormon ishlab chiqarilishi bilan bog'liq hisoblanadi. Agar organizmda insulin ishlab chiqarish funksiyasi buzilsa, organizmda qandli diabet kasalligi kelib chiqadi. Ya'ni qand miqdori 140, qonda qand miqdori 140-150 mg foizdan oshaversa, u siydik bilan tashqariga chiqarila boshlaydi. Erkaklarning jinsiy bezlariga bir juft mayaklar, mayak o'rtig'i, prostata bezi kiradi. Umumiy massasi 20-36 grammni demak hosil qiladi. Testosteron gormoni ishlab chiqariladi. O'smirlarda balog'atga yetish belgilari yuzaga kelishiga ta'sir ko'rsatadi. Ayollarning jinsiy bezlariga bir juft tuxumdonlar, bachadon orqasida ular joylashgan bo'lib, kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan. Tuxumdonlar tuxum hujayralar hosil qiladi va qonda estrogen gormoni ishlab chiqaradi. Bu gormonlar ikkilamchi ayollik belgilari rivojlanishiga va homiladorlikning me'yorda ketishiga ta'sir etadi.
Tez-tez shamollash va infeksiya kasalliklari, demak, tuxumdonlarning